Brat, ish qilib, bu rejamiz o'xshaydimi? Albatta o'xshaydi. Xullas, ertalab turib mer qarasa, yonida mashina turgan bo'ladi. U mashinani albatta Johaga aytadi, haydab ko'r deydi. Va Joha uni buzib qo'yadi. Ya'ni bu mashina yerni titishini bilmaydi. Xullas, keyin Joha bilan mer urushib qoladi va Johani haydab yuboradi. Keyin esa biz qishloqni egallab olishimizga imkoniyat tug'iladi. Karochi qishloqni egallab olganimizdan keyin hamma narsa bizdan bo'ladi. To'xtang, yetib olay. Ke. Xo'sh, ertalabdan kayfiyatim judayam ajoyib bo'lib ketdi. Judayam zo'r demoqchi edim. Vau, bu mashina qayerdan kelib qoldi? Bunaqa zo'r mashina. Voy, ikkita baloni bor ekanmi? Odatda mashinalarda 4 ta bo'lardi. Mototsiklmi bu, mashinami bu? Nima bo'lsa ham bu mashina kimnikiligini bilmadim, endi meniki bo'ldi. Xullas, menga garaj qurish kerak. Menimcha Jo'xa buni uddalaydi. Hozir Jo'xa topishim kerak. Menimcha telefon qilgani ma'qul. Hozir telefon qilaman Jo'xaga. Va nihoyat yangi videoni montaj qilib bo'ldim. Endi esa buni YouTube'ga yuklash kerak, lekin undan oldin esa obunachilarim nimagadir obuna bo'lib ketganiga hayronman. Wow, juda ham g'alati. Nimaga 90% odam kanalimni просто ko'ryapti, obuna bo'lmayapti. Bu juda ham yomon narsa, lekin obunachilar buni tushunmaydi. Like'lar soni ham juda ham kam. Mayli, nima ham derdim. Muhimi yangi video tayyor, endi esa uni yuklaymiz. Lekin bu galgi videoda obunachilardan juda ham katta aktiv kutaman. Albatta kanalga obuna bo'lishni va videoga like bo'lishini kutaman. Chunki men yaqinda tezroq 1000 ta obunachi to'plashim kerak. Bunga esa obunachilar vaqt yordam bera oladi. Tak, mana video yuklandi esa. Endi esa polizdagi ishlarni bajarishim kerak, chunki juda ham menimcha kun o'tib ketyapti, lekin men esa doimgidek kompyuter o'ynab o'tirish va video tayyorlashdan oshmayapman. Aytgancha, barchaga assalomu alaykum. Sizlar Jo'xani qaysi kanaldasizlar va qaysi kanal bo'lishidan qat'iy nazar tez kanalga obuna bo'ling, chunki men tezda emas, yaqinda 1000 ta obunachi to'plamoqchiman. Bu esa juda ham zo'r degani. Bunga siz o'z hissangizni qo'shishingiz kerak. Aytgancha do'stlar, bizning qishlog'imizga kanalda 1000 ta obunachi bo'lmagan barcha youtuberlar chetlashtirilmoqchi ekan. Bu qonunni kim o'ylab topgan bo'lsa ham juda ham yomon qonun o'ylab topdi. Shuning uchun men bu qishloqdan chiqib ketmasligim uchun va sizlarga yana videolar chiqarib turishim uchun kanalga tez obuna bo'linglar va men sizlarga bundan ham ajoyib videolarni chiqarishda davom etaman. Shunchaki sizlar kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar va tamom. Bo'ldi, videolarni o'zi sizlarga borib turadi. Ko'rib tursanglar bo'ldi. Sizlarni zeriktirmayman. Xullas, bugun mana shu polizimdagi narsalarni yig'ishtirib olishim kerak. Qishloqda bilmadim birorta yangilik bo'lsa, albatta buni sizlar bilan baham ko'raman. Lekin undan avval esa mana bu yerdagi kartoshka va sabzi hamda mana bu yerda bug'doy ham ekkanman. Mana shu hosillarni yig'ishtirib olishim kerak, chunki bilasizlar, meni kunim shu narsalar bilan o'tyapti. Ya'ni bu narsalarni yeyman, ovqat qilaman yoki boshqa narsalar. Xullas, bular men oziq-ovqatim hisoblanadi. Va sizlar ham bog'dorchilik bilan shug'ullanasizlarmi yo'qmi, kommentariy yozib qoldiringlar va sizlarga qaysi meva yoki sabzavot yoqadi, mazza qilib iste'mol qilasizlar, uni ham albatta yozib qoldiringlar. Men uchun bu qiziq va sizlar uchun nima qiziqligini ham kommentariy yozib qoldirsanglar, men juda ham sizlardan xursand bo'lardim. Tak, okey. Va voy, bu yerda sabzi emas, kartoshka yig'ilish kerak edi. Mayli, kartoshkani bu tomonda ekamiz. Bitta kartoshka, bitta sabzi, bitta kartoshka, bitta sabzi bo'lib qolyapti. Yo'q, bitta kartoshka, bitta sabzi va bitta nima edi o'sha narsa, ya'ni bug'doy. Mana shunaqa bo'ldi. Juda ham chiroyli ekdim. Menimcha bugungidek yaxshi mehnat qilmagandim hozirgacha va bugungi mehnatim menimcha juda ham ajoyib bo'ldi. Bu chetel bilmayman nima qilyapti, nimalarni o'ylashtiryapti. Lekin men unga u qorong'u hozircha. Chetellar bilan biroz gaplashib kelsam, yo'q, yaxshisi mana bu qo'limdagi narsalarni uyimga joylashtirib olay, keyin esa bemalol borib chetellar bilan suhbatlashsam, gurung qilsam bo'ladi. Tak, bo'ldi. Ana endi da bo'pti. Tak. Mana bu yerga kelamiz va chetellar bilan salomlashamiz. Assalomu alaykum, bro, qalaysiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisan, Jo'xa? Juda ham yaxshi. Qishloqda nima yangiliklar bor? Yangilikda iti bor. Qanaqa? Karochi versiyani chaqirdi. Qanaqadir mashinasi bor ekan, garaj qurish kerak ekan. Qanaqa mashina? Bilmadim, xullas chaqirdi, borsang aytadi. Tushunarli. Mayli, rahmat, brat, sog' bo'ling. Mer uyda albatta menimcha. Rustam ham qanaqadir. Voy, bu mashinami, mototsiklmi? Ikkita balonli mashina ham bo'lar ekanmi? Oho, bu dabdala mashina ekan. To'xtanglar. Menimcha yaxshi mashina emas. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Jo'xa, davay yur, ishga, senga gapim bor. Mayli, tak, ishga chiqamiz. Yopasizmi o'zingiz? Yopaman. Kel bu yoqqa.
Aha, tak. Nima qilish kerak? Xullas, mana bu mashinaga garaj qurish kerak. Tez qur. Mayli, o'rmonga haydab borib kelishing mumkin. Faqat ehtiyot qil mashinamni. Aha, mayli. A, Aha, mayli. Chunki bizni merimiz doim menga ish buyuradi va men yo'q deya olmayman. Chunki bu qishloqda men uchun отдельный ish o'rinlari yaratib qo'yibdi. Ya'ni o'zini shaxsiy ishlarini menga bajartiradi. Bu esa juda ham yaxshi emas, yomon degani. Tak, yopamiz va ana endi mashinani minamizda o'rmonga qarab haydaymiz. Chunki o'rmondan daraxt topib kelib garaj qurishim kerak. Mashinani hozir ko'ramiz. Ochamiz eshikni. Yop, bismillah deb o'ttirib olamiz asta. Tak, orqaga haydasam bo'larmikan? To'xtanglar. Mana bunaqa qilmasam men ko'rmayapti, to'g'risini aytsam. Tak, to'g'ri haydaylik birinchi. To'xtanglar. Burib olish kerak mashinani. Obbo, juda ham orqaga sekin yurar ekan. Bu esa eng katta minus tomonlaridan biri bu. Voy, yonyapman. To'xta, suv topish kerak. Suv topish kerak. Suv. Voy, men polizimda suv. Yo, xayriyat. Endi, bu yerdan qanday chiqaman endi? To'xtanglar. G'irt palakat mashina ekan-ku bu. To'xta. To'xta. Nima bo'lyapti? Tushunmayapman, to'xtanglar. Mana shu blokni titamiz va mana shu yerdan chiqib olamiz. Xo'sh, bo'ldi. Ana mashina yonib ketdimi? Nima bo'ldi? Tushunmadim men. Avariya qilibman-ku. Nima bo'lib ketdi? Obbo, mer ko'rsa hozir meni dabdalamni chiqarsa kerak. Tak, mana bloklar olamiz. Mana yong'inni o'chirish kerak birinchi o'rinda. Tak, o'ch. Bo'ldi, yong'in o'chdi. Bo'ldi. Lekin mer do'yini yonida edi. Mayli, menimcha mer ko'rmadi. Tak, orqaga emas, oldin. Yurmayapti-ku mashina. Voy, buzib qo'ydim. Endi nima bo'ladi? To'xtanglar. Balki yo'q, yurmayapti. Voy, nima bo'ldi mashinaga? Voy, zavod ham qilib bo'lmayapti. Voy, nima qilaman endi? Dabdalasi chiqdi-yu, hamma yoqda. Nima bo'lsa ham merga bildirmaslik kerak. To'xtanglar. Menda bitta reja bor. Muhim mer chiqib qolmasa bo'ldi. Tak. Buni ortiqchani olamiz. Tak, bitta chotki reja bor. Hozir borman. Tak, o'rmondan daraxt bilan keyin shaxtadan tosh olib kelishim kerak. Ustini shunday yopib qo'yaman. Keyin mer ko'rmaydi nima bo'lganini. Keyin mer boshqa vaqt men yo'q paytim kelib ko'rgan vaqti mana shunaqa holat bo'ladi. Keyin men tan olmayman. Men qilmaganman bu narsani, qaysidir jetel qilib ketgan deyman va men aybdor bo'lmayman. Menimcha juda ham ajoyib reja tuzdim. Bu rejani hozir amalga oshirish uchun albatta menga ko'proq daraxtlar kerak. Daraxtlarni to'plab olamiz va tosh ham olib kelishim kerak. Shaxtdan narigi oldimda shaxta bor ekan. Mana shu shaxtadan olib ketsam bo'lar. Shaxta emas, bu bir shaxta deyish kerak emas. Bu shunchaki tekis joy. Mana shu yerdan biroz tosh olib ketsam hech nima qilmaydi menimcha. Tak, okey va yana bir necha marta okey. Mana shu yerdan juda ham ko'p tosh olsak bo'lar ekan. Juda ham zo'r joy ekan. Toshlari ham yaxshi ekan. Endi toshni bilmam qanday yaxshi yomonligini aniqlash mumkin. Lekin menga yoqdi bu yerda, chunki tez qazilyapti. Tosh ko'ryapsizlar. Bu toshni yaxshiligidan emas, kirkani yaxshiligidan bo'ladi o'zi aslida. Lekin men nimagadir toshni maqtayapman. Toshda juda ham ajoyib ekan deb. Lekin bu yaxshi emas. Ya'ni toshni maqtashim nima keragi bor? Muhimi mer bilib qolmasligi kerak. Mer chiqmabdi, xudoga shukr. Tak. Ana endi tak asta kelamiz. Lekin bu mashinani tagini qandaydir ko'tarish kerak yoki hamma joyini bir xil qilish kerak. Uyimdan borib belkuragimni olib kelishim kerak. Bitta chotkidek kelib qo'ldan ushlaydigan qilib yuboraman. Hozir ko'rasizlar nima idealigini. Tak, tez yurayin. Nimaga sekin yurayapman? Tak, belkurakni olamiz va eshikni yopib, ana endi tezroq o'sha voqea sodir bo'lgan joyga yetib olamiz. Lekin kech bo'lyapti. Kech bo'lib qolmasin, o'zi ham mer kechasi uyiga keladi doim. Kechasi kelib qolsa uyiga, ya'ni hozir qayergadir ketgan menimcha. Uyiga kirganini ko'rdim, lekin qayergadir ketgan, to'g'risini aytsam ko'rganim yo'q. Bilmadim. Xullas, mer doim nimadirlar bilan band bo'lib yuradi, lekin aynan nima bilan band bo'lib yurishi menga qorong'u. Tak, bo'ldi, все. Lekin qandaydir qaranglar. Orqa tomon tegyaptimi qayergadir? Yo'q. Orqa tomon hech qayerga tegmayapti. Qandaysiga bunday bo'lib qoldi bu? Bilmadim. Короче, men uni hammasini shunday taxtaga aylantirib yuboraydi. Nayloj, kechasi bilan bo'lsa ham ishlab bu joyda hozir yo'q qilib yuborishim kerak. Tak, bu yerni yopamiz, bu yerni. Okey. Muhimi meni aytganimdek, xuddi men aytgandek, mer ko'rmasligi kerak. Mer ko'rib qoladigan bo'lsa, aniq qishloqdan meni surgim qilib yuboradi.
Tak, qishloqdan agar ketadigan bo'lsam, bu qishloq parokandalikka uchraydi. Chunki qishlog'imizda o'g'irlar bor. O'g'irlar kelib qishloqni tunab ketadi. O'zi doim o'g'irlardan himoyalab kelaman. Lekin men ketsam, bilmayman kim himoyalaydi. Kech bo'ldi deb menga telefonda xabar kelyapti. Tak o'chiramiz xabarni. Bo'ldi, всё. Ustini yopib chiqish kerak endi. Biz xil ishlatamiz. Bunaqa o'tirishimga 5 kun vaqtim ketib qolsa kerak. Bilmadim. Balki undan ham ko'proq vaqtim ketadi. Lekin juda ham mani o'ylashim bo'yicha juda ham ko'p vaqtim ketishini aniq bilaman. Tak, mana bu yerga bu yerni ham shu yerdan qo'yamiz. Va mana cho'tk. Ana endi menimcha ko'rmaydi mer. Mer ko'rgudek bo'lsa ham men, короче, muammodan qutuldim. Qaysidir jitelga to'nkaveraman va hammasi juda ham ajoyib bo'ladi. Tak. Aytgancha mer kelgan, merga aytishim kerak, garaj qurdim deb. Tak, merga aytish kerak, to'xtanglar hozir. Tamom narsalarni yoqqa joyda tursin. Tak, mer uydamidi? Assalomu alaykum mer. Necha marta salom bersa bir kunda? Tayyor qildingmi? Ha, mana tayyor. Bo'pti, mayli. Yetadi. Kechasi bu qilib yerda tursin. Bo'pti, короче, rahmat senga, Jo'xa. Aha, arzimaydi. Bo'pti. Keyin erta ko'rasiz-da, короче. Xayriyat, ko'rdinglarmi? Bilmadim, muhimi bilmadi. Endi erta biladimi, indin biladimi? Menga to'g'risi umuman qizig'i yo'q. Men esa hozir mana bu narsalarni mana shu qo'yib yuboray. Uxlayman endi, короче. Xo'sh, bo'ldi, всё. Kompyuterga nima o'tiryapman? Uxlayman deb turib kompyuterga o'tirib olishni qaranglar.